Feruza Normatova, qanaqa chidadingiz shuncha boshingizdan o'tgan narsalarga? Kuni kecha Feruza Normatova Shahlo Salayeva haqida berilgan intervyusidan so'ng minglab muxlislari Feruza Normatovani qo'llab-quvvatlamoqda. Men 2,5 soat bu efirlarini ko'rdim, juda ham ta'sirlandim Feruzaning gaplaridan. Uning boshidan o'tgan og'ir sinovlar, sabr toqati va matonati haqida videolar hamda juda ko'plab postlar ulashilmoqda. Odamlarni eng ko'p ta'sirlantirgan jihat bu uning shuncha bosim, tuhmat va fitnalarga qaramay, sinmasdan o'z yo'lida davom etganidir. Ko'pchilik uni oddiy inson emas, balki kuchli iroda va sabr timsoli sifatida ko'rmoqda. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Feruza Normatova, qanaqa chidadingiz shuncha boshingizdan o'tgan narsalarga? Avvalambor assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana hurmatli podpischiklarim, auditoriyam, men sizlarga hozir Feruza Normatova to'g'risida o'z fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Men 2,5 soat bu efirlarini ko'rdim, juda ham ta'sirlandim Feruzaning gaplaridan. O'sha sharmanda bo'lgan yilimda hech kim meni yaqinlarim, даже show biznesdan hech kim meni orqamdan chiqmadi. Men shularga muhtoj emasman, lekin men kutdim shular chiqishini deb gapirgan gaplariga men sizlarga yolg'on Allohga uchun juda ham yomon yig'ladim. Sababi men ham o'sha paytda ularga chiqmoqchi bo'lganmanki, qo'y, hozir bu ko'tarilish uchun menga chiqib yon bosyapti degan narsalarga gap bo'lib qolmasin degan maqsadda yana to'xtaganman. Chunki men unaqa taniqli inson emasman, boshqa emasman. Shu sababli yomon fikr uyg'onmasin, axlat uchun chiqyapti orqamdan degan narsa uyg'onib qolmasligi uchun indamaganman. Lekin juda ham chiqib gapirgim kelgan, chunki men ham o'zimga yarasha nima desa bo'ladi, ko'cha tilida aytganda duxim bor, tilim o'tkir ayolman. Gapirgan gapimga ham javob bera olmayman, любой joyda orqamdan kim kelsa ham qo'rqmayman. Boshqa qilmayman. Feruzani nima uchun chiqib gapirmoqchi bo'lganman? O'zim ham ayol bo'lganim uchun ayolni yonini olish maqsadida gapirmoqchi bo'lganman. Prosta noto'g'ri gumonda bo'lmasliklari uchun jim ketganman. Haqiqatan Feruza Normatovani boshiga juda ham yomon sinovlar keldi. Dalshi kelib mana hayotlarida ham, oilalarida ham shunaqa yomon sinovlar kelganiga men hozir qoyil qolyapman. O'sha men oxiri chiqib gapirib bordim. Men istoriya qilib o'tirmayman. Menga axlat ham kerak emas. Men primoy postga joylayman deb shu videoni olyapman. Feruza, sizga juda ham qoyil qoldim. Turmush o'rtog'ingizni haqiqatan biz ham boshida ko'rganimizda nima desa bo'ladi, urushqoq, shunaqa inson, siz o'ylaganingizda yana xafa bo'lmang. Haqiqatan bu oldiga suyanadigan inson deb tushunganmiz-da. Shunaqa uchun turmush quryapti deb ham o'ylaganmiz, boshqa qilganmiz. Lekin men siz o'sha aytayotgan kundoshingizni otini aytib o'tirmayman. Haqiqatan sizni orqangizdan tanilib turib, boshqa qildi. Biz siz orqali tanidik u insonni, kimligini aslida. Biz u insonni tanimaganmiz. Siz orqali, sizni cho'rni piyaringiz orqali, siz bilan olishgani orqali biz tanidik. Shu narsani mana men xalq oldida bemalol chiqib ayta olmayman. Men o'zim uncha qiziqmaganman u insonga, u qo'shiqchiga. Lekin meni onam u qo'shiqchini ashulalarini yaxshi ko'rib, meni qo'yardi qo'ymasdan konsertga yur bolam birga tushib chiqamiz deb olib chiqqanlarda ham tushkim kelmay tushganman. Даже bilet sotayotgan bolalar ham, даже mana shundoq kimligini aytmayman, bilet sotayotgan odamlar ham biz o'zimiz tanimaymiz bu san'atkorni kimligini. Lekin o'sha bir kun beradi konsertiga bilet yo'q deyapti. Mana men o'zim tushdim, men o'zim ko'zim bilan ko'rgan narsamni aytmoqman. Haqiqatan biletli topilmadi konsertiga. Biz ham o'zimiz zo'rg'a topdik. Sizni orqangizdan ko'tarilib turib, yana sizga bo'layotgan nohaqliklarga men chidab tura olmadim. Shu sababli shu videoni olishga qaror qildim. Feruza, siz haqiqatan oldinda siz Alloh suygan banda ekansiz. Boshingizga shuncha sinovlar kelsa ham, nima desa bo'ladi, siz fil ekansiz. Siz filsizki, chidab shuncha narsani ko'tarib yuribsiz. Men faqat qoyil qoldim sizga. Shu sababli shu videoni sizga oldim. Xalqqa hamma eshitishini, bilishini xohladim. Shu sababli shu videoni qildim. Siz intervyularingizdan eshitib, o'zimga xulosa qildim bitta narsani. Haqiqatan nima desa bo'ladi, erkak kishi ayol kishidan ketaman, bo'ldi, yashamayman bu bilan deb ketdimi, ketadi. U 10 ta farzandi bo'lsa, bitta farzandi bo'lsin, bo'ldi, ketaman deydigani ketadi. Mayli, siz xo'jayingizni ham Allohga yoqqan tarafi bor ekanki, ikkalaylarga Xudo shunaqangi bir sinov berib turib, yana oldida mukofotini ham beryapti. Men shunga qoyil qoldim. Haqiqatan hozirgi kunda eng trend, eng oldi blogerlardansiz. Men o'zim ham shaxsan sizni yoshligimdan kuzataman, ijodingizga qiziqqanman, millionlarda o'ynaganlaringizni hammasini kuzatib kelganmiz shu paytgacha. Rollaringizni hammasini hurmat qilamiz. Bironta joyda bir sha'nini bulg'aydigan darajada rol o'ynamagansiz даже. Insonni qanaqaligini o'ynagan rolidan ham bilsa bo'ladi. Feruza, sizga faqat men tan berdim, qoyil qoldim. Shu sababli nima desam bo'ladi, faqat sizga baxt tilayman. Oilangiz bardavom bo'lsin, iloyim. Shirindan shakar farzandlar bersa Xudoyim. Men o'zim shaxsan egizak tuqqan ayolman. Sizga ham meni farzandlarimdagi qo'shaloq o'g'illar berishini sizga tiladim. Qolganlar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.
agar noto'g'ri gaplar gapirgan bo'lsam ming bor uzr, lekin o'sha bu ayolni tinch qo'yinglar o'rtoqlar. Kim chiqadi orqasidan boshqa qiladi, menga qiziq emas. Xohlagani chiqsin, xohlagani lubimga kelsa, men gaplashishga aqlim yetadi. Men nima uchun ayol bo'lgani uchun boshiga kelgan shuncha sinov, boshqa birovni erini tortib olmadi. Mana o'zi intervyusida aytib o'tiribdi. Men hech kimni даже bir kun oldin to'yimni to'xtatmoqchi bo'ldim. Mana shu fitnalarga ishonib deyaptilar-da. Men bitta ham o'tkazmasdan ko'rdim shu videoni. Men qoyil qoldim. Bo'ldi, tinch qo'yinglar bu ayolni. Nima husumatinglar bor shunchalik? Bo'ldi, tanildinglar, shuni orqasidan ko'tarildinglar. O'zinglarning yo'linglarda ketaveringlar. Nima qilasizlar? Bu ayollar erini talashib, eri tanlab bo'ldi o'sha tanlaydigan insonini. Sizlar o'ylayotgandek agar PR nima uchun uylangan bo'lganida o'sha 1 oyda o'sha ajrashib bo'lardi. Astag'firulloh. Lekin mana 6 oy, yarim yildan beri yashayapti. O'sha eri tanlab bo'ldi. Qaynonasini emotsiyasidan bilsanglar bo'ladi-ku. Qanaqa kelinini yaxshi ko'rayotganini. Tinch qo'yinglar. Xo'p, sizlar yosh qopda boshqa do'stlar. Sizlar yosh bo'lib turib olib qola olmadinglar. Yo'q nima qilasizlar? Talashib. Meni ham tilimni qichitmalaring. Endi men ham chiqaman haqiqatdan. Men nima uchun chiqaman? Ayol bo'lgani uchun, shuncha nohaqligiga chidab, shuncha sabr qilgani uchun men orqasidan chiqib gapiryapman. Men shunday smeli gapiryapman, hech kimdan qo'rqmayman men. To'g'ri, men Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmayman. O'zinglarni yig'ishtirib olinglar, o'zinglar yo'linglarda yuringlar. Alloh daji mana shu qiz sabab sizlarni ham ko'tarib qo'ydi tepalarga. O'sha bundan endi foydalanmanglar unaqa. Shu qizni sababchi qilib Alloh sizlarni ham cho'qqalarga chiqarib qo'ydi. Undan unumli foydalaninglar, aql o'rgatyapti demanglar. Bo'ldi, o'zinglar yo'nalishinglarda ketinglar. Sizga ham misol uchun Alloh mayli, siz shuni mendan tortib oldi deyapsiz. Sizdan olganiga yarasha sizga shunaqa zo'r omad berib qo'ydi-ku Xudoyim. Shundan foydalansangizchi, mazza qilib, mana el yurt o'sha tanivyapti, konsertlar beryapsiz, boshqa qilyapsiz. Sizga ham meni husumatim yo'q, lekin bu ayollar ham o'sha bulg'alashda, qoralashda to'xtasangiz, menimcha sizga bo'lgan hurmatimiz yana ham oshadi. Bo'ldi qilinglar. Bitta narsani endi qayta ta'kidlayvermanglar. Bu qiz hech kimga erini olib qo'ymagan. Bu qizni bolani o'zi tanlab bo'lgan. Bu qizni qaysidir hislatlari, qaysidir insongarchiligini bola o'sha ko'rib, o'zi tanlab bo'lgan. Daji 4 ta uchrashuvning o'zida bola o'sha uylanish taklifini bergan. O'zinglarni yig'ishtirib olinglar, xulosa qilinglar, intervyuni oxirigacha eshitdinglar. Men erinmasdan, o'tkazmasdan shu intervyuni oxirigacha ko'rib o'z fikrimni bildiribman. Translarga keladigan bo'lsak, translar o'zi fitnachi. Bular kim o'zi translar? Bizani oilamizga, bizani hayotimizga, ijodimizga kelib burnini tiqadigan kim bular translar? Yana shu yerda ham trans. Bo'ldi qillaring sanlar ham. Hamma yoqda sanlar chiqib kelyapsan. O'zi duxlaring yo'q. Borib orqangdan lupingni gaplashaman deb chaqib tursa kela olmaysan. Qo'ysalaringchi hamma narsaga haqiqiy axlat uchun sanlar o'zi chiqasanlar. Haqiqiy axlat uchun sanlar chiqasanlar. Sanlardagi musurlar aralashadi axlat uchun. Biz nimadir uchun chiqmaymiz ommaga. Biz bor haqiqatni eshitib turib, ko'rib turib, indamay keta olmaydigan sortidamiz. Shuning uchun nagli chiqib haqiqatni gapiramiz. Sanlar chetroqda yuriblaring sanlar, bizani urganimiz emas sanlar. Men san transga yana ta'kidlab aytaman. O'zingni yig'ishtirib olasan. Hop, endi Moskvada turib har balo deding. Bu yerga kelib hammadan kechirimingni so'rading. Pista qilganda yuraver endi hayotingda. Nima qilasan? Hammani hayotiga aralashish. O'zi aslida Feruzaning nomini bulg'ashda juda ham katta o'rning bor sana. Juda ham katta sababchi sen bo'lasan. Hammaga ommaga olib chiqib yomonlagan, ertasi kuni yaxshilagan seni hamma biladi. Xalq biladi seni kimligingni. O'zingni yig'ishtirib olgan. Lichda men seni inson